Qanday erkaklar hurmatga noloyiq? Hozir aytaman, ko'zinglarning oldiga keladi, chunki ko'rgansizlar. 4 ta odam yig'ilganda, ani xotiniga qarab, "Sen, choy damla, tez-tez bo'l." Ko'chada yurganda ham, bozorga tushganda ham, "Bo'l, tez-tez tanla, kech qolyapman." Mashinaga chiqqancha, "Tez-tez yurib chiq mashinaga, tez-tez o'tir." Ana shunaqa muomala qiladi odamlar oldida. Ana shunaqa erkaklarga tupurgim keladi. Xotin qaraganda hassasini uzatuvchi, kasal bo'lsa qarovchi, bolalarni katta qiladigan, uyda xizmat qiladigan, pul topsa oilasiga tashiydigan bu xotin. Eng yaqin do'sti, suyanchig'i, bori budi odamni teng yarmi bu xotinda. Naborot, undan ko'racha odamlarning ichida ming sevmasa ham xotin, ikkalasi urushib qolgan bo'lsa ham, onajonisi deb yaxshi gapirsa, yelkasidan bir quchoqlab qo'ysa, xizmat qilganda maqtasa, ovqatini zo'r chiqibdi deb odamlarning oldida aytsa, ana o'sha erkak idealni, pul topmasa ham, ichsa ham, o'ynash bozor qilsa ham, xotinini odamlarning oldida maqtab turadigan erkak idealni. Anaqa erkaklarga tupurgim keladi.